Assalomu alaykum, internet tarmog'idagi kuzatib boruvchilar. Yana bir dastlabki qo'y qo'ramiz bilan kachaligimiz Andijon Paytuqqa yetkazib olib berdik. Bu akamiz ham Cheliz internet bizni ko'rib, ishimizni yoqtirib, buyurtma berdilar. Uzoq 2 kunda yetkazib olib berdik. Qo'y qo'ramiz razmerlari, uzunligi 2,5, yerdan balandligi mana bu yergacha 1,40, tomi bilan 2 dan ziyod. Tomi olinadi, перегородкалар olinadi. Har bir qo'yda oraliq masofasi 75-80 dan. O'g'li ham eshik ham o'sha og'il yemdon vazifasini bajaraveradi. Tagidagi taxtalari ham toza lestivak, u qarag'ay, terak, sasma emas. Materiali konteyner material. Og'illari mana yaqinroq olib kelsangiz, qo'yi bo'yni qirqib qo'ymaslik uchun vibralar qadalgan. Og'ili chuqur. Kachaligimiz ham mana. Kachaligimizda ham 220 yeni, bo'yi 2 dan ziyod, pachimliklar rossiyskiy pachimlik. Materiallari qalin, taxtasi ham misol yosh bolalar qo'liga zirava kirmasligi uchun laklab, jilvirlab chiroyli qilib berganmiz. Yotadi, spanni ham bo'ladi. Bemalol mana bu yerga achchiqqina ko'k joyni damlab olib, qimmat zotdor qo'ylarni solib qo'yib, posli rabota ishdan keyin dam olishga madaniy hordiq Adilbay qo'ylarni tashab qo'yib, xo'jagalarga tashab qo'yish kerak. Bu videoni chorva ishqibozlariga tashab yuborasizlar. Kimga qo'y qo'ramiz, kachiligimiz, qilgan ishlarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bemalol like bosib jo'natib ko'rasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Doimo xizmatdamiz.